yoshlar uchun bizda foizli kreditlarimiz mavjud. Agarda siz Toshkent shahrida bizning 8 ta mahalla biriktirilgan o'sha mahalla ichida bo'lsangiz 50 million so'mgacha 25% dan chiqarib berishimiz mumkin. U muddati 12 oydan 48 oygacha bo'ladi. Hamda viloyatdan, ko'plab viloyatdan, to'g'rimi adashmasam, viloyatlar ham bo'lsa, unda 25 million so'mga chiqarsak bo'ladi. Uni shart ijtimoiy soliq to'lab, o'zingiz bank qilgan shaxs bo'lsa bo'ladi. Uni muddati 12 oydan 36 oygacha bo'ladi. Agarda kimda-kim yosh o'zini tadbirkorligini rivojlantirmoqchi bo'lsa yoki tadbirkorlikka qadam qo'ymoqchi bo'lsa, hammalaringizga shu taklifni to'g'rirog'i tanishtirib o'taman, taklif qilaman. O'zim ism-familiyamni aytmayapman, Ingoruzov, Turomoy, Chilonzor filialida ishlayman. Ismim Shavkatbek Musulmonov. Tanishganimdan xursandman. Kimda-kim agarda bizni paketimizga qiziqsa, misol uchun ko'rib chiqsangiz bo'ladi degan bo'lib. Marhamat. Keyin agarda tadbirkorlik boshlayman, ammo 50 million 25 million kamlik qiladi desalaringiz 2024-7-aprelda prezident farmoni bor 312-sonli paket, unda 100 million so'mgacha kredit chiqarsalaringiz bo'ladi. Unda keyin hududlarga siz bo'ladi, o'tiravering. Hududlarga qarab toifalar hamda foizi qisqarishi mumkin. Sharti 1 yildan ortiq o'zingiz tadbirkorlikni rivojlantirgan hamda o'tgan bo'lishingiz kerak. Kimda qiziqtirgan savol bor, kimda tushunmagan narsasi bor, kimda tadbirkorlik boshlamoqchi yoki rivojlantirmoqchi bo'lganlar bor. Misol uchun uyda o'z student bo'lib turib, ko'pchilik mashinasi olish yoki atlas adresi o'qish nima maqsadida kimda tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lganlar bor. Agarda sizlarga tushunchamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Hammalaringiz qolamiz.